semizlik paytida chiroyli edi, hozir chiroyli emas. O senga nima degim keladi-yu, lekin unaqa demayman. Chunki men ichimda zlost yo'q, jahl yo'q. Ular faqat obrazda xolos. Bunday kommentariyalar bo'ladi, lekin men o'zimni har holatimda ham yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rgan odam har holatda ham birovni yaxshi ko'radi. Yozgan odam har holatda ham yozaveradi. Ularga ahamiyat berish kerak yo'q. Men oddiy insonman va shundayligimcha qolaman. Instagramda ideal ko'ringan hamma narsa ham ideal emas. Bugungi birinchi syomkam xolajonim Saidaxon Rametova bilan bo'ldi. Ularning aloqasi yaxshi emas deyshadi. Aslida esa bizda hammasi joyida. Bu syomkani tugatib, tezda ikkinchi syomkaga yo'l oldim. Iqrol telenovellasiga. Kichkina rol berishdi, mayli. Yaxshi aktyor uchun rolni katta-kichigi bo'lmaydi deyshadi. Voy, o'zim maqtab qo'ydimmi? Yo'q, bu hamma aktyorlar haqida. Muxlislarni sog'intirish kerak emas, chiqib turish kerak. Ishlarimni yakunlab, undan keyin ovqatlangani do'stlarimning oldiga bordim. Kuningiz barokatli o'tsin azizlar. O'zinglarni yaxshi ko'ringlar. Axir o'zinglarda bir donaginasizlar-ku.